ko'ramiz. Chiroyli qarsak bilan tarbiyalab hammaga kattakon rahmat tashrif buyurgan mehmonjonlar. Kesinlar dadajonlar, onajonlar bo'lsalar, yonlarida tursinlar, marhamat. Bayramlar muborak bo'lsin. Hammani yetkazsin mana shu kunlarga. Kelingizlar, yonlarida turingizlar, umrlaringiz uzoq bo'lsin. Hammani yetkazsin mana shu kunlarga. Shukrona kunlar qutlug' bo'lsin. Albatta mana shunga unutmas kunlarda, yaxshi kunlarda, yaxshi niyatlar, yaxshi insonlarga albatta yaxshi bayramlar muborak bo'lsin. Avvalambor assalomu alaykum azizlar, assalomu alaykum. Hurmatli xonimlar, janoblar, qadrdonlar, qadrli vatandoshlar, o'zaro yaqindan tashrif buyurgan mehmonjonlar, otajonlar, onajonlar, aka-uka, aziz opa-singillar, barchangizga yaxshi kayfiyat, xayrli kech. Yoqimli ishda xordonlarni tilagan holda bugun tabriklarga asl show vakillarining mana shunday fayzli dargohiga tashrif buyurib sizlarni bezovta qilib turishimizdan asl ko'zlangan maqsad o'g'illariga hamma yaqinlaridan o'z tavallud tayyorgarligi bo'lgan xushomizda qirolichasi yaqinlarchi mehribon farzandlarchi joniyat Guljon opamiz izlatyapmiz, mehrlar ila yo'qlatyapmiz. Guljon opa tabriklaymiz, umringiz uzoq bo'lsin. Assalomu alaykum. Muborak 40 yoshli hashdovuz, hazlakamga gapirsan, kam yaramaslik. Inshaalloh bir asrlar Alloh qatorlardan kam qilsin. Bugun mana shunday shukrona kuningiz tavallud topgan yo'lingizni e'tibordan chetda qoldirmasdan sizni ozgina bo'lsa-da xursand qilmoqchi bo'lib turgan sirli insonlar tomonidan bezovta qilamiz. Undan bilmaymiz. Bugun mana shunday shukrona kuningizni e'tibordan chetda qoldirmasdan siz juda ham qattiq yaxshi ko'radigan, siz bilan faxrlanadigan, sizni bergan tarbiyangiz qilayotgan duolaringiz ortidan yaxshi kunlar yetgan bitta chiroyli qarsakinglar bo'lsa, 2 nafar o'g'illar tomonidan Glavniyasi albatta Ferdavsjon qolaversa, Abdulazjon ota-onalari, aka-uka, opa-singil hamma yaqinlaringiz tomonidan bezovta qilamiz. Assalomu alaykum. Bayramdan muborak bo'lsin, umrlaringiz uzoq bo'lsin. Albatta bilamiz, katta ehtimol bilan ishonib ayta olamiz. Bugungi shukrona kuningizda kutmagandingiz mana shunday unutilmas biz tashrifimizni, mana shunday shukrona kuningizni yaqinlaringiz, farzandlaringiz bilan birgalikda mana shunday tarzda bugun sizni eng baxtli insonlar qatoriga qo'yishini bilmagandingiz. Albatta farzandlaringiz tomonidan bugun kun hisobidan yalgan hamma yaxshi niyatlarni yo'llaymiz. Umringiz uzoq bo'lsin, nurli yuzda tabassum arimasin, shukrona kunlar qutlug' bo'lsin. Nasib bo'lsa 100 yoshli yubileydan ishlayotganda ham mana shunday Allohning qatorlaridan kam qilmasa hamma yaqinlaringiz, eng asosiysi ota-onangiz, onangiz bo'lsin deb niyat qilamiz. Albatta tashrif buyurgan farzandlar, qonlar, onajoningiz juda ham qattiq shukramiz, umrlari uzoq bo'lsin. Dunyodagi eng mehnatkash, halol, samimiy, bardoshli, matonatli inson biz onajonimiz juda ham qattiq shukramiz, hech qachon kasal bo'lmasin. Har doim bizni vaqtimizga sog' salomat yursinlar, yuzlaridan tabassum